Ertalabdan kim telefon qilyapti? Alo, eshitaman. Jo'xa, qayerdasan? Uyimdaman. Tinchlikmi? Nima baqir-chaqir qilasan? Tezga, yordam kerak. Qayerga boray? Yangi qishloq tomonga yetib kel tezroq, iltimos. Mayli, hozir boraman. Nima gap, tinchlikmi o'zi? Kelsak ko'rasan, tezlash. Mayli, hozir namcha vahima qilasan, jetel. Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan men yana Jo'xa vaslaman. Yangi videomda albatta videoni oxirigacha ko'rishni maslahat beraman. Chunki video juda ham qiziq bo'ladi deganga o'xshayapti. Chunki janob mer qanaqa janob mer qishloq chaqiryapti. Bu 97-qishloq va nimaga avvalgidek emas desanglar bilasizlarmi? Mana bu yerda uyim bor edi, ya'ni polizimning yonida. Uyimni ko'chirib bu tomonga o'tkazdim. Va bizni mana bu 97-qishlog'imizdan tashqari bu tomonda yangi qo'shimcha qishloq qurildi. Buni soni ham, nomi ham yo'q, prosta yangi qurildi. Hozir sizlarga bu qishloqni tanishtirib o'taman. Birinchidan yo'l tomondan borish kerak. To'g'risi, qaranglar, mana bu yerda yo'llar qilingan, har xil, hamma ko'chaga kirib chiqishga yo'l bor. Bemalol hamma joyga kirib chiqsa bo'ladi. Bitta janob merda o'zi butun mana shu ikkita qishloqni ham boshqaradi. Mana bu yangi qishloqni qaranglar, kirib borishni. Hamma yoqni beton qilib yo'l qilishgan. Bu yerda bolalar maydonchasi, bolalar yo'q-ku, lekin maydonchasi bor. Bu yerda hamma uyda oldida deyarli bittadan mashina, chunki qishloqlar kuchaygan. Bu qishloqlar shahardan ko'chib kelgan, to'g'rirog'i. Mana bu mashina qaranglar. Wow, takoy-ku, bu mashinalarni qayerdan olishgan? Roman berk ikkita bir xil mashinani ko'chaga qo'yibdi. Meni chaqirtirgan qishloq qaysi uyda yashar edi? Hozir uyiga borib ko'ramiz. Tak, xullas juda ham ajoyib qilingan, ko'ryapsizlar. Bu qishloq bomba bo'lgan. Mana kutib o'tiribdi degan eshigini oldida. Voy jetel, nima gap, nima chaqirding? Keldingmi? Tezroq yetib kelsak bo'lmasmidi? Mana keldim-ku. Qarochi, qishlog'imizni tagida bilasan, beton bilan ko'tarilgan. Bilaman. O'sha yoqda bitta katta sariq maxluq kirib ketdi. Qanaqa sariq maxluq? Bilmayman, qanaqadir odamga o'xshaydigan sariq maxluq. Odamga o'xshaydigan sariq maxluq ham bo'lar ekanmi? Bilmayman, sariq kasal bo'lganmi, sap-sariq. Qanaqa maxluq ekan? Qanaqasiga odamga o'xshaydi? U odamga o'xshasa, demak, u odam yoki maymunmi? Bilmadim, xullas o'sha meni quyomon qo'rqitdi. O'sha nimaga qishlog'imizda paydo bo'lib qolgandi, qayerdan kelib qolganini aniqlash kerak. Mayli, hozir harakat qilib ko'raman. Qayerga deding o'zi? Qishloqning tagida beton qilingan o'sha joyda. Mayli, hozir ko'raman. Qishloqning tagida dedimi? Qishloqning tag qismi mana bu yer bo'ladi, lekin bu yerdan o'tib bo'lmaydi aytgancha. Mayli, qishloqni narigi tomondan aylanib kelaman. Lekin qanaqa sariq maxluq ekana menga aytmadi, yaramas jetel, qanaqadir sariq maxluq yomon qo'rqitdi, odamga o'xshaydi dedi. Tak, nahotki shu yerda o'ta olmasam, qaranglar. Bir yugurib borib o'ta olmayman, nahotki. Hoppa, o'tar ekanman. Ko'ryapsizlarmi? O'rganinglar mana bunaqangi o'tishlarni. Tak, ostiga dedi. Mana shuni ostida ekan, qanaqadir maxluq dedimi, nimadir dedi. Qarochi, o'tdi. Rostdan ham sariqmi? Menga qarab kelyaptimi? Voy, kema! Kish kema deb pasagaman. Kema! Qoch. Kema, voy! Kema bu tomonga. Qaytib ketdi. Kema deganmi qaytib ketdimi? Tushunmadim. Nima bo'ldi ekan bu? G'alati, rostdan ham ana jetel aytgandek katta sariq maxluq ekan. Yaxshi bir turmaganim ma'qul, agar qanaqadir yovuz demoqchi bo'pman, qaranglar. Yovoyi maxluq bo'ladigan bo'lsa, meni yeb qo'yishi yoki hujum qilishi ham hech gap emas. Yaxshisi tinchgina borib janob merdan so'rab ko'raman. Agar janob mer hech nimani bilmasa, uyimdan borib qurolimni olib kelaman-da, shart o'tib o'raman, tamom. Olam Guliston deydi-ku. Xullas shunaqa bo'ladi. Tezroq uyimga emas, janob mer yoniga boraman birinchi. Keyin esa janob merdan so'rash kerak-da avval. So'ragandan keyin nima bo'lar bilasizlarmi? So'ragandan keyin albatta janob mer aytadi, yoki yomon narsa yoki yaxshi narsa deb aytadi. O'shani bilish kerak qaroshda janob merdan avval. Bizda mana bu yerda yangigina nima edi, zapravkamiz bor. Mana janob merda. Assalomu alaykum janob. Va alaykum, Jo'xa, qalaysan? Nima gap? Qaroshdak qishloqda qanaqadir sariq maxluq paydo bo'lgan deyishyapti qishloqlar. To'g'ri, o'zim ham ko'rdim. Siz bilmaysizmi bu qanaqa maxluq ekanligini? Qarochdak kattami?
Ha, katta qanaqadir kachok mag'luq presslari bor. Ha, umi, u odam yeyish odati bor, faqat kechasi yeydi. O'sha kechgacha uni nimadir qilish kerak. O'sha sen nimadir qil. Nima qilishi mumkin? O'ldirishi mumkinmi? O'zing bilasan, xohlasang o'ldir, xohlasang boshqa qishloqqa olib borib tashlab kel, xohlasang shaharga chiqarib tasha, o'qib yuradi. Yo'q, jinnimisiz, shaharga chiqarsam shaharda odam qolmaydi-ku, keyin shahardagilar yeb tashlaydi. Unda o'zing bilasan, nimadir qil xullas. Mayli, unda reja o'ylab topaman. O'sha rejam agar ish bersa, keyin uni yo'q qilaman. Mayli, omadingni bersin, bor endi. Mayli, bo'pti. Nima qilsam bo'ladi? O'ldiraymikan yoki boshqa narsa qilaymikan? O'zi boshqa narsa qilib ham bo'lmaydi. Menimcha tinchgina o'ldirganim ma'qul-ov. Faqat juda mehdud bo'lish kerak. Agar menga tashlanib qoladigan bo'lsa, lekin hali kech bo'lgan, quyosh hali tepada ekan. Kech bo'lmasdan xullas o'ldirish kerak. O'zimni qo'limdagi ishlarim ham hali juda ham ko'p. To'xtanglar, men boshqa qurollarim ham bor bu yerda. Nima aynan mana shu qurolda olib borishim shartmi? Zo'r yangi qurollar olganman. Tak, o'shalarni ham sinab ko'raman. Qayerda edi? Ha, mana bu tomonda ekan. O, ana ko'ryapsizlarmi? Qo'lim yetarmikan shu yerdan? Da, yetar ekan. Mana bu qurolni sinab ko'ramiz, kakras. Tak, buni o'q dorisi yo'q, qaranglar. O, takoy qurol. Buni o'qlaymiz albatta. Xo'sh, bitta o'q dori bilan nechta patron? 50 ta patron, nahotki bitta o'q dori bilan. Juda ham yaxshi. Menimcha bemalol o'ldirib olsam kerak. Birinchi sinab ko'rish kerak qurolni qanaqadir narsadan. Mana shu sigirda sinab ko'ramiz yaxshisi. Tak, ye ya bitta dollar ekan. Yo, go'shtim bor endi. Go'sht topib qo'yamiz. Tak, normal qurol ekan, menga juda ham yoqdi. Ana endi hozirgi joyga borish kerak. Xo'p, qayerda edi? Ha, bu tomonda edi. Esimdan chiqib ketyapti. Qaranglar, bu yangi qishloqda endi adashtirib qo'yaveraman. Wow, Jigulimi? Nahotki qishlog'imizga. Qanaqa Jiguli? Men Jigulilar bilan vaqtimni o'tkazib o'tiramanmi? Tezroq uni maxluqni yo'q qilish kerak. Jetellar, sizlarga hech narsa qilmadi mana bu maxluq. U kechasi odam yeydi-ku. Ha, odam yeydi, lekin sizlar odam emas-ku. Farqi yo'q, biz ham yeydi-da. O'sha faqat kechasi ovqatlanadi demoqchiman. Ha, to'g'ri. Mayli, men unda shunday sakrab o'taman. Tak, ko'rdinglarmi? His qilinglar prosta, jetellar. Ha, gap yo'q, Jo'xa, qo'yilim senga, qo'yilim. Butun qishlog'imizdagilar qo'ydi senga. Senlar hali qo'pollashibsanlarmi? O'tni o'ldirib qo'yaymi senlarni ham. Tak, ana nima edi? Короче, maxluqchani topamiz hozir. Qayerda edi maxluqcha? Tak, mana. Tak. Ha, tegyapti ana. O'ldirdim. Yo, o'ldi. Yo, valla. O'ldi, ko'ryapsizlarmi? Boshqa yo'qmi? O'zi bitta edimi? Yana birorta og'aynilar yibilik yana bor ekan. Tak, yaxshi, og'aynis ham bor ekan. Do'stimi endi qarindosh bilmadim. Bu yerda menimcha boshqa qolmadi-yu, ha? Qolmagan bo'lsa kerak. Yo'q, qoldimikan? Yibilib qayerdan chiqib kelyapti? To'xta, yaramas. Qayerdan? Mana bu yerdan chiqib keldimi? Qanaqa uyi bormi bu yerda? Yoki qanaqadir tug'iladigan joyi bormi-kan? Bilmadim, короче. Xo'sh, ana endi ketsam bo'laman. Menimcha qolmadi, qolganmikan? Men qizim mana shu yerga bir ikkita o'q otib qo'yaychi qani. Bo'lsa ham tak o'lib ketadi. O'lib ket. Vobba, qurolni o'q tugadi. Tak, qurolni o'qini almashtir. Tezroq, davay. Biroz qiyin ekan buni o'qini almashtirish. Mayli, nechva astasida almashadi-da. Qarochan endi qishloqda ishlarni qilishim kerak. To'g'risi bosh og'riqdaman. Shunaqangi ortiqcha shunaqa problemalar bo'lmasa, hamma ishim o'z vaqtida bo'ladi. Bunaqangi chekkalarga yugurib yurmay man yaramas jetellarni deb. Xo'sh, polizim 2 ta, bilasizlarmi, bilmaysizlarmi bilmayman. Endi bilishinglar kerak, chunki videomni ko'ryapsizlar. 2 ta polizim bor, 2 ta polizim so'zlashim kerak. Oldimda 3 qavatli uyim bor edi. O'rniga bitta oddiy 1 qavatli uy berib qo'yishdi menga. Nimaga bunaqa qildinglar desam, endi qishloqni biza kengaytirishimiz kerak dedi. Nima, men o'sha yerda turgan 3 evatli? Qanaqa 3 qavatli binoyim qanaqasi qishloqni kichraytirib tur, chunki naborot uy katta qilib ko'ra. Voy, nimalar deb tashayapman. Naborot u katta qilib ko'rsatar edi, lekin ular shunaqa deyishdi, bilmadim. Endi ularning gapidan boshqa chekka chiqib bo'lmaydi. Tak, qo'lim yetam shu yerdan, yetar ekan har doimgidek. Normal, endi go'shtlarimni yerga solib qo'yaman. Tak, aytgancha, meni anavlarim qayerda edi? Xo'sh, qaysi shkafga qo'ygan edim-a? Qaysi shkafga qo'ygandim? Birinchisidami, ikkinchisidami? Qaysi birida edi? Menimcha mana bunisida edi. Tak, ana endi bo'ldi, topdim, o'zi ko'ryapsizlarmi? Mana bunisida edi deb turib topib, yana qaysida edi deb o'tiribman. Mayli, ana endi polizdagi xoslarni dir. Nima, qanaqa oz chiqaryapman? Qarshi tez yig'ishtiramiz. Buni yig'ishtirib bo'lgandan keyin boshqa ishlar bilan ham mashg'ul bo'lish kerak bo'ladi. Xo'sh, bugun kartoshkalar juda ham ko'p cho'ta.
Что-то kartoshkada hosil vidduxni normalniy chotki такой. Xo'sh, qishlog'imizga yangi do'kon qurilsa juda ham zo'r bo'lardi. O'sha do'konni men qursam, men biznesmen bo'lib ketaman-ku. Joha biznesmen bo'ladi keyin. Voy, takoy biznesmen. Joha, sen do'konchimisan deydi kirib kelgan odam. Ha, do'konchiman desam, Joha ana narsani ber deydi. Qaysi narsani deyman? Mana narsani deydi. Keyin qancha beray deyman? Shuncha ber deydi. Yo'q, qancha buncha olishga pulingiz yetadimi deyman. Ha, pulim yetadi deydi. Keyin pulni bering desam, yarmini yozib qo'y deydi. Keyin nasiya bermayman, chiqib qol deyman. Shu bilan urush bo'lib ketadi. Men uni uraman, keyin militsiya keladi, men qamal. Yo'q, yaxshi do'kon ochmay qo'ya qolay. Ochadigan bo'lsam juda ko'p problema bo'lib ketar ekan. Bu yerga faqat bug'doy ekkan ekanman. Juda ham g'alati. Nahotki boshqa narsalar ekmagan bo'lsam, mayli. Endi nima ham derdim. Borini shunchaki yig'ishtirib olish kerak. Xo'sh, okey, qaytarib ekib qo'yamiz endi bularni. Yaxshiyam shu polizlarim bor, nimadir ish bilan mashg'ul bo'laman. Agar shu polizlarim bo'lmaganda g'irt bekorchi bo'lar edim. Hech ish qilishga vaqtim ham bo'lmasdi, boshqa narsam ham bo'lmasdi. Xullas, mana shu polizimni boriga shukr desak ham bo'ladi. Tak, bugun soliq to'layotgan kunim emasmidi mabodo? Yo'q, aytgancha bugun soliq to'lash kerak-ku. Nahotki esimdan chiqib ketgan bo'lsa, janob mer nimaga so'ramadi yoniga borganimda, menimcha janob mer deb esdan chiqish shekilli. Hozir borib to'lab kelaman. Ish qilib janob merda esidan chiqib ketmagan bo'lsin-da. Agar esidan chiqib ketgan bo'lsa yomon bo'ladi. Menga yana bir marta soliq olishga to'g'ri kelar. Janob mer aytgancha men soliq to'lamagan ekanman bugun. Aytmoqchi edim, ketib qolding-ku. Ha, o'shani olib kelgandim. Davay kiritib qo'y ichkariga. Mayli, hozir kiritib qo'yaman. Tak. Nahotki bir marta soliqlardan ozod etsangiz bo'lmaydimi? Yo'q, hozircha bo'lmaydi. Mayli unda janob mer, rahmat. O'ldirdingmi maxluqni? Albatta o'ldirdim. Uni o'ldirish men uchun problema emas-ku. Ha, bo'pti, rahmat Joha senga. Bo'pti, sog' bo'l. Mayli, siz ham davay. Tak, yaxshi, rahmat dedimi? Men bitta maxluqcha o'ldirganim uchun rahmat deyishdi. Yo, dahshat, takoy. Normal hammasi. Xo'sh, endi uyga kiramiz-da, shunday ko'rpani tep-tekis qilib turib uxlayveramiz onasining kravatda yotaman, aytgancha ko'rpada emas u. Uxlaymiz.